Meni ko'p bezovta qilavermalaring. Ko'ryapsan-ku baxtman. Ishim, ko'ryapsan-ku baxtman. Ja yaxshi tushunibsiz. Turavermaydi. Nima mani kresloyimga o'tirib olding? Sanga emas bu kresloga o'tirish. Sen hali ancha ter to'kishing kerak bunaqa joyda o'tirishga. O'zingcha kresloga o'tirib olsan, yana ustozing kreslosiga. Sen hali mana bu taxtali stulga emas, yerda o'tiradigan bo'lasan. Tushundingmi? Xarab. Sandakalarga ana stul olib kelib qo'yganman. O'shanga o'tir. Turshi, aqllilik qilasan, qarab qo'y studiyaga. Mana bu taxtali stulga emas, yerda o'tiradigan bo'lasan. Tushundingmi? Xarab. Nahotki inson matoqchalik qadrlanmasa, hali ko'rasan. Bir kun kelib ertasiga ketadigan mansabni insondan ustun qo'yishsa, odamzod tanlagan yo'lidan hech qachon qaytmasa, boshqaga bergan mansabini unga ham beradi-yu. Nahot arzimagan kursi insondan ustun bo'lsa-ya? Shukrki, bugungi kunda shogirdlarimni sanog'i yo'q. Shu bilan bir qatorda oldimga qo'ygan maqsadlarimni bir qismiga erishdim. Ana shu hol o'zimda takrorlansa nima qilgan bo'lardim? Yaxshi keldingizmi? Zo'r usta. Hech qisi yo'q, ishini qilaver. Bemalol o'tir. Ishini davom ettir. Xo'p. Ayrim insonlar korxona yoki tashkilotni oddiy kursi bilan boshqarish kerak deb o'ylashadi. Aslida har qanday ishni aql bilan boshqarish kerak ekan. Kecha kim edim u, bugun kim bo'ldi?